bugungi dasturxon ko'rsatuvida vazir Assalomu alaykum jondan aziz jonlarim. ovqatni tayyorlar ekan bizni Qani tomosha qilib turgan ko'ramiz Shirinxon nima pishirar ekanlar. yoshlar kanalini yoshlari va azizlari, assalomu alaykum. Bugun mehmonimiz Shirinxonim Mirza Ahmedova. Xuddi o'zlari. Baraka toping. Assalomu alaykum jondan aziz jonlarim. Mana bugun men xursandman. Vaziraxon juda ham xursand bo'lib ketdim. Taklif qilganingiz uchun ming rahmat. Bugungi dasturxon ko'rsatuvini ko'rib turgan aziz muxlislari albatta kuzatishda davom eting. Men ham necha oiladan beri sizni kuzatib boraman. Shunaqangi chiroyli shirin ovqatlarni qilasizlar. Bir kirib shunda yoningizga yeb ketgim keladi, imkoniyat yo'q-da. Yeysiz. Endi bugun o'zim qilib, o'zim yeyman. Yeysiz. Yemasligingizga iloji yo'q. Chunki o'zingiz ovqat qildiramiz va o'zingiz uni mazza qilib yeysiz. Yashang Vaziraxon. Ayol kishi ertalab o'sha dasturxon yozar ekan, nonushtaga yoki bo'lmasam tushlik payti, ayniqsa kechki payti, o'sha dasturxonni yozayotgan paytda birinchi bo'lib nimaga ahamiyat beramiz?